Rasululloh habiblarimni, qalbimga yaqin bo'lgan ummatlarimni ko'rishlikka mushtoq bo'ldim dedilar. Sahobalar, "Biz sizni habiblaringiz emasmizmi?" Rasululloh aytdilar, "Sizlar mening sahobalarimsizlar, ya'ni hamsuhbatlarimsizlar. Mening habiblarim, qalbimga yaqin bo'lgan ummatlarim oxir zamonda keladi. Ularning orasida o'zining dinini mahkam ushlagan kishi xuddi cho'g'ni ushlagan kishi kabi bo'lib qoladi. Ularning ajri 70 kishining ajri kabi bo'ladi" dedilar. Shunda sahobalar, "Ulardan 70 tami yo bizdan 70 tami?" "Sizlardan 70 tami. Ya'ni sizlardan 70 deyiladi qilgan ajringlar ularni bittasini qilgan ajri bilan teng bo'lib qoladi. Sahobalarning 70 tasini qilgan ishining ajri u oxir zamonda kelgan payg'ambarimizning habiblardan bittasini qilgan ajriga teng bo'ladi. Sahobalar nimaga unday bo'ladi deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Chunki sizlar yaxshilik ustida yordamchini topasizlar. Ya'ni men sizlarning ichingizda turibman, yaxshi ishlarda yordamchi bo'lib, ularda esa yo'q. Ular topmaydilar, chunki Rasululloh vafot etib ketganlar."